Alo. Kim bu? O'zi telefon qo'yasiz-ku. Hozir siz menga telefon qilasiz, tushunmadim. Shu nomerdan anavi tushdi. Nima edi? Telefon keldi deb esimga tushdi. Keyin telefon Ha, tushundim. Qarang, siz men singlim bilan gaplashayotgan ekansiz. Yozibsiz singlimga. Qaysingizga bula? Nima dedingiz? Eshitmadim. Qarang, ovozi sal bitta qizga o'xshab. Bugun sport bilan birga ishlagansiz. Bugun sport, u nima degani u? To'xta. Jasmina sanmisan? Jasminami? Qaysi Jasmina? Kimni aytyapsiz? Bitta shuni ovozini aytib. Ana podkastda ana golf bilan podkast olgan qiz sanmisan? Menga qarang, sansiramang birinchidan. Ikkinchidan, men sizni nima deyotganingizni tushunmayman. Qanaqadir g'alati so'zlar aytyapsiz. Ular Maqsad singlim tinch qo'ying deyapman. Men singlingiz men qiz bilan gaplashmaganman, qo'ying. Gaplashishni ham bilmayman. Bo'pti, mayli, xo'p, bo'lmasa singlim urishib qo'yaman, sog' bo'ling. Kallangiz joyida sizni o'zingiz o'qitib yuboring, balki Panjobga borib. Shu bilan gaplashmay qo'yinglar. Поговоришь, это все, типа, bo'lmaydi.